25 gün inta fakat akil vay yıkıl bilen pemdur İgem yorayı abi ay ölmeydiğen kim var ya Assalamu alaykum hörmetlik televizor köykçiler. Erik televiziyasiga hoş geldinglar. Bugünkü Hayat Şahitler programımızda Kazakstan'da yaşap turayotgan Uygur ressamlarımızdan Hakimcan Gülüyev efendimning hayatını sizlarga tanıştırıp ötemiz. Diqqatinglar ekranımızda bolsun. Mening ismim Hakimcan, İlahın oğlu. 1949-yılı Kazakistan'da Çelek nahiyasida burunqi Almut oblastidaymiz. Bayset yesi tug'ilgan. Yaşım hazır 63'ga keldi. Yaqinda pensiyaga chiqdim. Mana shundaq mening ata-onam oddiy ishchi xalq bo'lgan. Dadam misol mexanizator. Shu Bayset yesida ko'p yil 40 yil mobaynida mexanizator bo'lib emgak qilgan. Anam bo'lsa ham shu yezda oshpaz bo'lib ishlagan. Bizning bovimiz Mehmet Kul Qazi degan kishi bo'lganki, biz uni ko'midik. O vafot bo'lib ketganki, 20-yillari shu mahallada qazi bo'lganki. Shundan keyin vafot bo'lib ketgandan keyin bizning otimiz Sovet hukumatiningki ideologiyasi deymiz. Şunun ta'siridan dadisi boy bo'lganlikdan, qaz bo'lganlikdan qo'rqib, uning etini yoshirib, bizning familiyamiz asli Mehmet Kuliyev bo'lishi kerak. Shundan biz Mehmetni tashvib etib Guliyev deb atalganda, atimiz nayt qo'rqqan. NKVD deymiz o vaqtda, mana NKVDning saqchilari shu dadimizning kayniga kirib, yurganda, shundan keyin shunday atısını yoşagan. Şunu bilimiz. Başka işimiz atımızın şu boğumuzun toğırlık hiç qanaq bizge gap qilgan hem etmagan. 18. asırda şu vatandan Qashqash devirde bizning boğumuz başka köplügen Uygurlar qatarda şu Bayset yesiga ko'chib chiqqan. Şu Bayset yesini asasını, hulunu sağan adamlarning biri bo'lgan ekanmiz. Biz onu yaxshi bilmaymiz de bu tarixda. Albatta men hozir aytib ketdim, masalan, o'z hayotimiz to'g'riliq gap qilganda, shu atimiz bizning o'tgan tariximizni, o'tgan ömrimizni hech qachon bizga aytmadi, gap qilmadi. Sababi hozir aytib ketdim, Sovet ideologiyasi kuchli bo'lganda, bizning atimiz kommunist bo'lgan o'zi. O'zida kommunist sepib o'tgan. Çünkü komünist bo'lmagan adam hayat kechirish tasarrak ko'rindi u vaqtda. O kommunistlarga har tarafdan yo'l ochiq bo'ldi. O'qishga, bilimga, ishga ochiq bo'ldi. Shuning uchun atimiz 37-yillari, 38-yillari shu partiya qatasi o'tib mexanizatorlik o'qishni o'qigan ekan. O'zi asli dinni maktab bilmagan, 4 sinf bitagan. Shundan keyin shu mexanizator bo'lib umr hayot ishlaganda. Shuning uchun biz o'zimizning tarixini, o'zimizning ota-bobomizning hayotini biz hech qachon to'liq bilmaganda, abay sabablar aytib ketdim. Biz buni Bayset mahallasi bir ajoyib bir mahallada, Qozog'iston diyorida faqat Uyg'urlar, toza Uyg'urlar yashayotgan mahalle. Men bugün aytgan bo'lardim, 99% faiz deymiz, Uyg'urlar hayot kechirganda shu mahalle. Shuning uchun biz ilqindak masalan boshqa milliy masalalarni, shunga o'xshash boshqa salbiy bir ko'rinishlarni biz baliq chig'imizda bayqamadik. Sababi o'pchirimiz hamiz Uyg'urlar, Uyg'ur maktabda o'qidik,
Uyg'urlarning arsiz yaşadık. Şunun için qandaqdılqı Rusça aytqanda diskomfort, qolaysiz biz bayqımadık da. Ben özüm Baysit yesida mektep tügettim. 10. sınıfını tügettim Uyg'urcha. Shundan keyin Almut shahriga o'qishga keldim. Rassamchilik uchilish deymiz. Shuningga imtihon topshirib o'qishga tushdim. Endi mening kichik chig'imdan shu rassamga bo'lgan ishtiyaqim bo'lganda, rassam chizishni yaxshi ko'rardim. Shu rassam bo'lish armonida men shu uchilishga tushdim. Shundan keyin shu Almutdagi Kazpi deymiz, pedagoglik institut, Qazaq pedagoglik institut deymiz. Abay nomidagi mana shu institutda grafiklik fakultetini tugatdim. Ya'ni yerda muallim, rasm va chizish muallim kasbini olib chiqdim. Shundan keyin qaytib shu o'z ma'lamga birinchi ishqi bo'lgan qadim bostimda, hayot bo'lgan qadim bostim. Shu maktabda chizish va rassamchilik darsini berdim ko'p yil. Shundan keyin bir 4-5 yil ishlagandan keyin mening ishimni Mar sohasidagi rayonlik nahiya deymiz. Mar sohasidagi organlar bayqagandan keyin meni shu rayon markaziga, ya'ni metodist deymiz, shuningga inspektorlik deymiz, ruscha aytganda shayga ishga chaqirdi. Shu Mar sohasida bo'lmada ko'p yil yerda emgak qildim. Shuni billa men tasvir san'atdan ijod qilishga, rasmchilikni ijod qilishga kirishdim-da. Ko'plagan o'sha Qozog'istondagi ko'rgazmalarga qatnashdim. Shundan keyin yosh rassomlar ittifoqiga meni qabul qildi. Qozog'iston rassomlar ittifoqi. Ko'p yillik ijod qildim. Shuni billa bizning buni Qozog'istonda Almutida Jazushi degan nashriyat bo'lgan. Shu nashriyatda Uyg'urcha kitoblar ko'p nashr qilingan. Mana shuningga boshqa rassomlar qatardim. Men o'z ulushimni qo'shdim. Shu kitoblarni bezashga degilik qatnashdim-da. Ko'plagan bolalarga beg'ishlangan kitoblarni, shunga o'xshash bizning shoir yozuvchilarning kitoblarini bezidim. Shundan billa ham yozimchilik sohasida emgak qildim. Kichkina hajvi hikoyalarim, shunga o'xshash miniatyur deymiz. Şuna narsalarim mening Uyg'ur buni kommunizm tig'i, vaqt kommunizm tig'i deb ataladi. Shu gazetda 5 yil boshildi. Men shundaqla Uyg'ur teatrida shu miniatyurlarni qo'yishga boshildi. Shundaq mening ijodiyatim boshlandi. Shundan keyin buni bizning Komissar partiyasi qurulgandan keyin, Sovet davlati qurulgandan keyin hayot tamamen o'zgarishga boshildi. Ko'p kishilar shu bilim sohasida va yozuvchilar, rassomlar o'zining kasblarini o'zgartirishga boshladi. Sabab oddiy jon beqish kerakdi. Shu maqsadda biz shu yezidan shaharga keldik. O'z hayotimizning bir yo'lini tepish uchun ailani beqish kerak bo'ldi. 3 ailemde 3 balam bo'ldi. Bir qiz, 2 o'g'il. Mana shularni asrash uchun, beqish uchun bu shaharga keldik. Bu yerda tijoratchilik deymiz, biznes deymiz, shundan bilan shug'ullanishga boshladim. Natijada shu oshxona, ko'plagan bizning Uyg'urlar oshxonadan shug'ullandi. Bizning ot-buvimiz mana abay aytib ketdim, boylik qoldirib ketmaganki, biroq o'zi mush kasbini biz ot-buvimizning qolgan kasbi, onamiz mana oshpaz bo'lgan. Shu sababdan mush ot-buvimizning kasbini davomlashtirib, bu nayt bir cho'ng boylikka, ustmaydigan boylikka shuni davomlashtirish natijasida bugungi kunda hayotimiz yomon emas. Bolalarimni hammasini oli bilimli o'qitdim. 2 balam meningki yurist,
заң сahasida ishlaydi, bir qizim rassam, rejissyor, kino studiyada ishlaydi. Mushu Qozog'istondagi meningcha siyosatning durust bo'lganligi bizga mana hech qanday millatchilik bu yerda yo'q. Barliq xalq, barliq odamlar baravar yashaydi. Shuning natijasida mana mushu yaxshi kunlarga yetdik. Paravan hayot kechiryapmiz. Shundan keyin men buni ijod sohasini davomlashtirdim. Mesela rassamchilikni men tashlagan yerim yo'q. Uni o sohadan biraz ishlab, men ilmiy ish bilan shug'ullanishga boshladim. Sababi bizning mushu Qozog'iston diyoriga ko'chib kelgan, men mushu O'rta Osiyoga ko'chib kelgan Uyg'urlarning orasidan ko'plagan rassamlar chiqishga boshladi. Shu rassamlar ma'lum bir utuqlarga yetdi-de. Mesela bizning faqat Sovet davlatida emas, burungi Sovet davlatida emas. Shunaqli chet elda, yaqin chet elda, yiroq chet el, Yevropada, Amerikada ko'rinishga boshladi. Men aytgan bo'lar edim, tasviriy san'at tarixi tikilishga boshladi. Shuning uchun shunaqa bir o'y keldi. Shu tasviriy san'at tarixini biz masalan yezib qoldirib ketmasak, bizning kendimiz kelayotgan avlodlar qilish tez bo'ldi. Sababi men shu tasviriy san'atninki tirik guvochisi-da, shu Qozog'istonda birinchi kasbiy rassam deymiz, Avakri Shamsi degan shu Baysit məclisida əmgək qan kişi, şu mening birinchi o'qituvchim bo'ldi. Shu kishining qo'lida o'qidim. Keyingi rassamlar bizning otlarimizda Zayniddin Yusupov deylik, Rashid Yuldashev deylik. Mana shu kishilar bizning naqaytqanda otlarimiz bo'ldi. Onundan keyingi avlod biz quramliq kishi bolalar hammamiz birga o'qidik, birga yurgan rassamlarda. Shuning uchun men bu tasvir san'atining tirik guvochisi-da. Keyingi avlod, mana hozirgi yosh rassamlar bizning bolalarimiz. Shuning uchun men o'yladim, men endi boshqa bu tarixni hech kim yaxshi tushunmaydi. Yaxshi yozamaydi. Men hamini ko'rdim, hamini sezgan edim. Shuning uchun ashlaq o'y bilan men ilmiy ish bilan shug'ullandim. Oxirgi 4-5 yilning ichida dissertatsiya yezib, Uyg'ur tasviriy san'at to'g'risida shu O'rta Osiyo, hozir Markaz Osiyo deymiz, sherdagi Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston 3 davlatdagi rassamchilik tarixininki tikilinishi to'g'risida tarixni yezib chiqdim. Bulto Qirg'iziston Bishkek shahrida shu dissertatsiyamni qo'g'dab, shuning diplom olib keldim-da. Mana meningcha shu hayotimda mening bir cho'ng qilgan bir ulushimda Uyg'ur tarixiga, Uyg'urlarga bo'lgan bir cho'ng qilgan amgim bo'lib hisoblanadi. Televizor ko'yikchilarimizga shu tasvir san'atining haqiqiy mohiyatini tushuntirib o'tgan bo'lsangiz, nima bu tasvir san'at? Endi tasvir san'at degan bu qadimiy san'atlarning bir turi. Boshqa san'atlar qatorida masalan xoreografiya deymiz, usul san'ati deymiz, naqsh san'at, muzika san'ati shu qatorda birga kelayotgan qadimiy san'at bu. Shuning uchun bizning Uyg'ur millat qadimiy xalq deymiz. Bu tasvir san'atimi shu Uyg'ur millati tiklangandan beri shu san'at mavjudda, shu san'at hosil bo'ldi. Endi bundaq bir ayrimchilik bor-da tasvir san'atniki. Tasvir san'at boshqa san'atlarga qaraganda men aytgan bo'lardim, ko'p millatlik jahon san'at deb aytishga bo'ladi. Chunki tasvir san'atni qandaqli millat o'zi tushunadi. Masalan, Uyg'ur bo'lsin, Rus bo'lsin, Angliychan bo'lsin deylik,
Afrikалық негр болса ма, бұл сәнәтін түсіне береді. Çünkü bu sanatның тілі umumida оны тәржім қылышын керегі жоқ, түшендірішінің керегі жоқ да. Mesela әдәбиет sanatı ve başka yazımcılık sanatı еді тіл, ya şundaqla yazıcılık mahirlik gerek de. Təsirsəd mana muş seviştiğanda bu sanat nayeti keng türlük demokratiyалық sanat deyimiz, qandaqlı millat бұсы düşünüyor da. Şunun için bir yerde bir inçik nersi var da. Mesela Uygur müzik sanatını alsak, naqş sanatını alsak, barlığı Uygurca. Uygurca ahang ba, Uygurca til bilen naqş eğitimizde. Təsir sanatda Uygur til degen til bolmaydı. Şunun için bir yerde bir inçik nersi var. Qandaq sanatını Uygur sanat dep ataymiz. Umumen Uygur sanat dep ataşqı bolamdı. Maz davatqınım hazırkı zamanı sanat davatmın da. Muşu bizim Central Aziya'dayız, Merkez Aziya'daki, Orta Aziya'daki Uygur sanatını davatmın. Şunu Uygur sanat dep ataşqı bolamdı. Ya bu umumi bir sanat mı? Degen mening maqsadim bo'ldi shu dissertatsiyada shuni tadqiqot qilish. Oxirida ko'plagan masalan olimlar ko'z qarashi bo'yicha mening emgim yaxshi darajalik, yaxshi sifatli daraja hisoblandi. Men shu o'ylagan maqsadimga yetdim. Ya'ni Uygur tasvir sanatını ispatlab chiqdim. Demek bizning hozirgi zamonda Uygur tasvir sanati bor ekan. Endi onunki beshida ham men o'z ishimda yetib ketdim. Qadimgi tasvir sanat tarixi deb. Qaysi davrda bizning tasvir sanatimiz bo'lgan? Qandaq turlar bo'lgan? Shu to'g'risi men o'z emgim to'xtalib ketdim. Mesela bizim Uygur halkının uzun tarihi var dedik. Şunun da tarih devirde biz her xil devirlerini baştan geçirdik. Her xil dinlerini kabul kıldık. Mesela Budizm devirdeyimiz. 78. asırda İdikut devleti bağlanan şu devirde bizim Uygur halkı Budda dinini kabul kılıp hayat geçirgen. Keyin İslam dinini kabul qilgan davrlar bo'lgan va Xristian dinini qabul qilgan davrlar bo'lgan. Ama shu tarixga nazar tashilsak, eng tasvir sanatining tarixi aytgan davri shu bizning Buddizm davriga. Chunki o davrda ibodatxonalarda, o'zimiz bilamiz, tamga rasm sizish tarix qilgan. Tam rasmlar deymiz. Şu devirde bizning Uygur ressamlarımız yuqori pallaga yetganda tasvir sanatda onun mahirligi, ustligi nihoyat kuchli bo'lgan. Boshqa masalan millatlar O'rta Osiyodagi millatlar bizning rassamlardan o'rganganda mana shu davrdagi asas selingan tasvir sanatınınki davamı hazırki zamanıvi ressamlarınki emgeklerde var. Demek bizning Uygur tasvir sanatı var, onun yıldızı ölgen yok diye ben kararga keldim. Endi hazırki zaman tasvir sanatı kelsek, biz Uygurlar taqdirimiz shunday, peshanimiz shunday yozilgan ekan, bir necha elda hayot kechiryapmiz. Masalan, asosiy Uyg'urlar vatanda hayot kechirayotgan bo'lsa, shunga o'xshash ko'plagan Uyg'urlar Yevropa davlatlarida, masalan, buni burunqi Sovet davlati deymiz, post sovetskiy deymiz, burunqi Sovet davlati yashayotdi. Mana o'sha xalqlarninki hayat keçirişi, ularınki dünya bağın köz karşı elbette şu hayat keçiriyotgan siyaset her türlü. Şunun için bizning seviyesimiz mi, dünya köz karşımız mı her türlü. Şu sebepten mi tasvir sanatınki yolu her xil tarmak
bilan ketib qolganda, masalan, bizda Sovet dövlətini hazır mana köplagan tarixchilar, olimlar yozib atıdı. Salbiy taraflarini ve ijobiy taraflarini yozib atdi. Menimcha Uyg'ur xalqi uchun Sovet dövləti san'at taraqqiy etishida nihoyat ijobiy taraflar bo'lgan. Bizning tasvir san'atimizning eng taraqqiy etgan tikilinish davri shu Sovet dövləti to'g'ri keldi. Chunki o davrda rassomlar ittifoq bo'ldi, yozuvchilar ittifoq bo'ldi, kompozitorlar ittifoq bo'ldi. Mana shu ittifoqqa a'zo bo'lgan kishilar maosh bilan ta'minlandi va shundaqla ishxonalar bilan ta'minlandi. Qisqasi, ijod qilishga moddiy va boshqa tarafdan mumkinchilik tug'dirib berdi. Shu sababdan bizningki san'atimiz tarix qilishga boshladi. Masalan, teatrimizda kitob nashr qilish, masalan, yiliga nechilgan yuzlagan kitoblar uyg'urcha besilib chiqdi-da. Shu davrda bizningki ziyolarimiz nihoyat taraqqiy etib ketdi. Endi bu yerda bir narsani aytib ketish kerak. Mosha hamma tasvir san'at mon Sovet ideologiyasining atrofida bo'ldi. Şu ideologiyaningki nazaretida bo'ldi. Shu bizning ziyolar kommunistik ideologiyaning tashviqqa targ'ibotchiligi bo'ldi. Shu sababdan bizga mumkinchilik yaratdi deb bu bir tarafi. Endi keyin Sovet hukumati o'lgandan keyin bizning tasvir san'atimiz erkin tarqalishga boshladi. Masalan, barliq mavzuga yozishga mumkinchilik erkin demokratiya bo'ldi. Qanday mavzuga yozmaysan, yozaver, masalan, milliy mavzuga yozamsa, tarixiy mavzuga yozamsa, qaysi mavzuga asar yozaman, ishlayman desang, marhamat. Keng yo'l ochildi demokratiyaga. Biroq mablag' tarafdan, ya'ni qanday moddiy ta'minlash tarafdan ig'ir bo'ldi. Har kim o'z ijodini taraqqiy qilish o'zining qo'lida bo'lib qoldi. O qayerdan moddiy pul topsa, qayerdan yordam keldi, uning davlat hech qanday qatnashi yo'q. Nima ishlamaysan, ishlayver, nima ijod qilmaysan, qilaver degan bir tariqa paydo bo'ldi, yo'linish paydo bo'ldi. Va bu tarafdan yaxshi. Endi vatandagi bizning rassomlarni olsak, ular texi vatanimizda kommunistik davlatda g'ulg'an yer yo'q. U ideologiya texi yo'q bo'lmadi. Mana mush kungacha Sovet ideologiyasi bor. Iyadilqa rassomlar ittifoqi, yozuvchilar ittifoqi bor. Moddiy tarafdan barliq rassomlar, yozuvchilar ta'minlangan, biroq qanday kommunistik ideologiya bor edi. Mana mush tarafdan masalan farqlandi. Bizning rassomlar agar selishsak, mening shaxsan ko'z qarashim ko'proq meningcha oylig'i surib ketdi. Yevropada masalan bizning rassomlarimizni nihoyat yaxshi biladi, tonildi, ko'pilgan mush ko'riklarda bizning rassomlarimiz medal va boshqa shunday yaxshi sovg'alarni, o'rinlarni evatadi. Şunun qaraganda bizning rassomlarimiz biroz olg'a surib ketgandek. Endi men Sovet davrida mo'y qalam bilan shug'ullanib живопись deymizda. Shu davrda men o'sha Uyg'ur majlisidagi hayotni tasvirladimda, Uyg'ur hayotini. Mening asosiy mavzuim shu bo'ldi. Keyinroq men mon ilmiy ishlar bilan shug'ullanib va boshqa ishlar bilan shug'ullangandan keyin mo'y qalam bilan shug'ullanish tezroq bo'ldi. Shundaq bo'lsa-mu, men tasvir san'atini tashlamay, yangi janrga o'tdim. Ya'ni karikatura janriga o'tishga boshladim. Karikatura, ya'ni hajjo rasm bilan shug'ullanish boshladim. Hozir shug'ullanyapman va shuni bir qatorda mo'y qalam bilan shug'ullanyapman. Biroq asosiy meningki ishim Qozog'istonda Olmos shahrida
Алматы шәһәрдә Уйғур театрының бинасында biz Dünya Art namlıq галерея дейміз. Шуны тәшкил қылдық. Шәйге барлық біздің Уйғур рәссамлары жығылып, бірлешіп, uyuşma asıl kıldık da. Bu icadi uyuşma da. Şöyle biz körgezmelerini uyuşturup birbirimizge boğan yardım, birbirimizge boğan məsləhət verip degендek kısqısı icadi qaynam şu bizim Dünya Art Galerisi de qaynavat. Ben şu galeriyada hem direktör de pataşıq buldu, hem prezident de pataşıq buldu. Şu galeriyaya rəhbərlik qılat. Ben de çət əlləge çıxış oylarımız var. Mesela onda uyuşturduk köplegen körgezmelerini hem muş Kazakistan'da köp şehirlerde biz öz rəssamlarının əmgəklərini göstəriyoruz. Ben şunda köplegen uyuşturuş işlerle şug'ullanıyorum. İkinci yani o şey ilmi işini davamlaştırma da oylayatma. Biz gelecekte şu Orta Azya yani Merkez Asya'daki Uyghur ressamlarının ki tarih doğrusu da bir kitap nəşr qilish armanımız şunun üstüne işləyatma. Eğer de biz bunu Merkez Asya'daki Uyg'urlarning rasmchilik san'atiga kelsak, en yüksek pellik yetken devrimiz 95. ve 2005. 10 yılın içinde bizim Uyghur ressamları nəhayət köp tutuqlara ega oldu da. Çünkü əbəmi etib ketdim bizninki Sovet ideologiyasının ki oluşudan bizim ressamlarımız demokratik yolga düşkeninin neticesinden biz şundaq derecege yettik de. Endi bunu gelecekte mındaq bir soğal toğda gelecekte bizim ressamlar qaysı yol bilen meniş gerek. Biz qandaq yolda hazır. Gelecekte nem boldu degen bir soğala toğulup da hazırki baza devirde yaşavatımız yani bazar iqtisat devirde yaşavatımız hem nerse hayatımızda mesela pul bilen hesaplandı, baylık bilen hesaplanan devirde mesela baylıksız, pulsuz hayat geçir. Kıyın. Şunun için bunu kapitalizmdeki asası bir məqsədi yani kapitalizmde yasavatkan, hazırki devirde yasavatkan xalqның asası məqsədi maddi bilen özünü, maddi cəhətini təminləş, pul tepişdə birinci orunga çıxırdı. Başqa nərsələr, adamgarchilik, sənət, başqa nərsələr ikinci planga qıyıvatıdı da, şunaq devir bir qiyin bir devirde hayat geçiriyoruz. Şu sebepten bizning hazırki san'atimiz qandaqdı bir keskin bek burilishga uchirgandek. Bizning yoshlarimiz mesela o'qish o'rinlarini tanlaganda birinchi şu kasb hazırki zamanda talab qilinmamdı degan o'y bilan tushdi. O'qishga da, o'qish o'rinlari. Shu sababdan men bizning hazırki buni aytayotganim живопись, mo'y qalam, grafika deymiz, san'at mesela ancha talab qilinmaydigan ta'sir san'at. Mesela baza iqtisodida u asarlar setilmaydi, onu hech kim olmaydi. Kam aladi. Şu sebepten hazırki yaşlarımız hemimiz dizayn deymiz, binakarlık san'at deymiz, başka o'qishlarga tushib ketib bardi. Şunun için bizning kendimizde kelayotgan yoshlar nihoyat az. Şunun için bizningki hazır rassamlarninki o'yda bir hammamizning o'yida bir tashvishda bizning izimizni besib kelayotgan adam bormi? Biz shu san'atimizni kimga qoldiramiz? Şu yosh bilan
çoğlarla arasında bağlanış, ruhani bağlanış var mı yok mu? Üzülüp ketip var mı? Üzülüp keter mi o? Üzülüp ketip baramdı degen bir təşviş oyla payda boladı da. Bu sahada biz ressamla hemiz jığılıp özümüzdeki programları var. Programdayımız şu sahada biz yaşlarını sanat kızıktırış öz yolumuzni şulağa qaldırış degan maqsadlar bilan biz ko'p ishlarni qilyapmiz. Umuman bizning tasvir san'atimizda menimcha milliylik aziyotgandek. Chunki hozir buni dunyoda globalizatsiya deymiz. Uyg'urcha qanday deyishni tushuntirmayapman. Globalizatsiya degan umumlashishda, masalan, chegaralar yechilyapti. Barliq narsa xalqaro umumlashtirish bo'lyapti-da. Shuning uchun tasvir san'atimi milliylik emas, qandaqdir dunyo yuzlik bir san'atga intilish bor. Dünya yüzlük. Bu bizning tasvir san'at Yevropa san'ati bo'lganlikdan mana shu Yevropaning san'atiga intilish borda. Qancha yuqori yuksak ko'tarilgan seri Yevropaga intilgan seri bizning milliyligimiz aziyyapti. Kelajakda meningcha umumiy bir san'at yo'liga tushimiz mumkin degan. Umumiy sharq san'at. Masalan, Uyg'ur, O'zbek, Qirg'iz emas, umumiy qandaqdir sharq bir purg'i va sharq bir yiltiz bir san'atga ketib bormizmi degan bir o'y borda. Shunaqa yo'linish bor hozir. Va shundaqla bizda boshqa san'at turlarini taraqqiy qilyapti. Masalan, video art deymiz, uni keyin foto art deymiz, haykaltarash, binakarlik, shunaq boshqa san'atning yem turlari hosil bo'lyapti. Demak, tarix o'rni tutmaydi, tarix qilyapti. Mumkin hozirgi zamon talabi shudir. Mumkin shunaq bo'lar degan o'ylar bor. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuning bilan bugungi Hayot shohidlar programmamiz musha yerda oyoqlashdi. Xayr xo'sh, kelar qitimliq sonimizni ko'rishaylik.